Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Demak, azizlarim, bugun Hind folidan ko'ramiz. Mavzuyimiz sizni nima kutyapti hayotda. Demak, azizlarim, sizlarda ikkita versiya. Birinchisi Hind pasyansi asosida Ukrainada ishlagan yashil tabiat kartamiz, ya'ni pasyansimiz. Ikkinchisi buni yangi sotib oldim yaqinda. Demak, Hind pasyansi asosida ruslar ishlagan kelajak sirlari pasyansimiz. Demak, azizlarim, qaysi biriga intuitsiyasiz tushyapti, qaysi birini yuragingiz deyapti, bittasini tanlang. Boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demak, azizlarim, tanlab bo'lgan bo'lsangiz ketdi. Hadi bir sirg'alib ketdi, chiqsa yo'q. Demak, yashil tabiat kartasidan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shifoli ochirim bo'lsin. Ilohi amin. Shifoli ochirim bo'lsin. Birinchi versiyani tanlaganlarga like bosishni, obuna bo'lishni albatta unutmang. Bilasiz, bizani videolar faqatgina like bosib, obuna bo'lganlargagina shifoli bo'ladi. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb o'ng tarafdan boshlaymiz terishni. Mana sizlarga ko'rinayotgandir. Buni obunachilarim juda ham yaxshi bilishadi. Sizni hayotingizga taalluqli bironta bir shakl chiqib keladi. Endi yangi kirganlar ham tushunib olishadi. Bunda birorta bir shakl chiqib keladi, chunki shakllar bo'lib tashalgan bunda. Ilohim yaxshi shakllardan chiqib kelsin. Uzr, birinchi shaklimiz chiqib keldi. Juda ham yaxshi, mana ko'rib turganingizdek, mana kulib turgan quyoshchamiz chiqib keldi. Mana endi tushunayotgandirsiz. Lekin mana obunachilarim juda yaxshi bilishadi bu Hind folini. Juda ko'pchilik so'raydi keyin. Juda ham yaxshi pirojniy chiqib keldi. Mana tort. Pirojniy. Demak, davom ettiramiz. Juda ham yaxshi. Mana choynak. Choynak kartamiz chiqib keldi shakli. Mana endi oxirgi qatorimiz nima deydi? Ilohim yaxshi shakllardan chiqib kelsin. Mana bitta atirgul chiqib keldi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Bitta boshqa shakl ko'rinmadi shu. Demak, azizlarim, sizlarda hozir sanaymiz tushgan shakllarni. Mana choynakni to'g'rilab qo'yaylik. Mana. Demak, sanaymiz tushgan shakllarni. Demak, quyosh mana birinchisi. Mana quyosh. Ikkinchisi demak pirojniy tort. Uchinchisi choynak, to'rtinchisi atirgul. Demak, to'rttala shakl ham yomon tushmadi azizlarim. Sizlarda men nimani ko'ryapman? Juda ko'pchiligingiz hozirda tushkunlikka tushib qolgansizda. Juda ko'pchilikning uyda janjallar ham bo'lyapti. Yoki bir ish qilaman desangiz o'xshamayapti. Pul keladi, barakasi yo'q. Xullas, umuman bir hayotdan hozirgi qilayotgan ishingizdan, umuman hozirgi hayotingizdan nimagadir ko'nglingiz to'lmayapti-da sizni. Umuman nimagaki qo'l ursangiz o'xshamayapti. Lekin baribir siz Xudo xolasa mana
quyoshli kunlar keladi-da sizni hayotingizga. Juda ham yaxshi. Bu shirin hayot. Keyin juda ko'p hayotda siz ezildingiz, sizni umuman hech kim tushunmadi. Umuman qiyinchiliklarni shu birinchi versiyada men ko'ryapman. Juda qiyinchiliklarni boshingizdan o'tkazgansizda. Lekin baribir hammasi ortda qolib, mana mukofotini ko'ryapsizda. Mana shirin hayot kelyapti. Choynagimiz nimani bildiradi? Yaqin kunlarda shu birorta bir kursdoshingizmi, sinfdoshingizmi yoki birga ishlagan tanishingizmi, umuman olganda bitta yaqin insoningizni uchratib, u bilan bir dildan suhbatlashib, ko'nglingizni yozib, dildan suhbatlashish tushyapti. Ancha yengil tortasiz, xudo xolasa. Atirgul. Bu yil juda ko'pchilik yolg'izlarga sevgi keladi. Ayolmisiz, erkakmisiz, sizga yaxshi turmush o'rtoq kelyapti ko'nglingizdagidek. Umuman olganda sizlarda hammasi yaxshi bo'ladi. Eng avvalo mana quyoshli kunlar sizga kelyapti. Ertalabda shovqinsiz ovolamasam bizanikilar ham voqli turadi. Mayli, hech qisi yo'q endi. Demak, bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi versiya kelajak sirlarini tanlaganlar. Endi bu ko'rib turibsiz, odatdagidan ko'rasak kattaroq ishlangan. Endi kamerani ozgina suramiz, chunki sig'maydi, sizga tushgan shakllar ko'rinmaydi. Shuning uchun bismillahirrohmanirrohim kamerani surib oldik. Endi ko'raveramiz. Bitta shaklimiz chiqib keldi. Barg shakli. Daraxt bargi. Mana shundoq qilsak balkim. Mana. Sizlarga ko'rinsin deyman-da. Yana bitta shaklimiz chiqib keldi. Arvoh shakli. Afsuski. Mayli, xudo xolasa yaxshi shakllar chiqadi sizlarda ham. Juda ham yaxshi. Sizlarda ham quyosh shakli chiqib keldi. Ilon shaklimiz. Mana bu yana bitta shaklimiz chiqib ketdi. Baliq shaklimiz, ya'ni baliq. Mana. Demak, yana o'zgina ko'taraman kamerani, chunki oxirgi qator ko'rmay qolishi mumkin ekan sizga. Demak, amallab oldik mana. Xullas, endi men bitta maktub bor-ku desangiz, lekin baribir mana agar maktub bo'ladigan bo'lsa, baribir birinchi shaklda ilon tushdi azizlarim. Shuning uchun buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Ba'zilar u qolib ketdi, bu qolib ketdi deyshadi. Yo'q, bu kartalarni men o'zim ham juda ham yaxshi tushunaman. Chunki men ko'p yillar davomida o'rganganman bu hind folini.
Shuning uchun azizlarim, men iloji boricha juda ham diqqat bilan ko'raman. Demak, yana qanaqa shaklimiz? Yo'q, boshqa shakl ko'rinmadi. Sizlarda nechta bitta daraxt bargi, ilon shaklimizda, afsuski arvoh hamda balon, ya'ni baliq shaklimizda. Demak, 4 ta shaklimizda chiqib ketdi sizlarda ham. Demak, azizlarim, sizlarda men birinchi o'rinda mana tushgan shaklni aytyapman-da. Mana. Arvoh. Bunaqasiga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Bu yerda nimani bildiryapti? Sizlar juda ko'pchiliginglar hali o'tmishga bog'lanib qolgansizlar-da. O'sha paytda u menga shunaqa degan, menga nohaqlik qilgan. Xullas, men haqidim. Xullas, shunaqa savollar, juda ham shunaqa narsalar miyangizga o'rnashib qolganda, siz o'tmishdan chiqib keta olmayapsiz. Agar bunaqa qilganda bunaqa bo'lar edi. Xullas, endi o'tmishni orqaga qaytarishi iloji yo'q. Siz o'tmishga o'ralashib qolgansiz juda ko'pchiligingiz. Endi o'zbekchasiga qilib aytadigan bo'lsak, boshidan suv quying o'tmishni. Shunday yerga kovlingda o'tmishni solib, ustidan tuproq tortib tashlang, ko'mib tashlang. Tepalab qaytib chiqa olmasin. Chunki siz o'tmishga bog'lanib kelajakka qadam qo'ya olmayapsizlar, uzr. Daraxt bargi nimani bildiradi? Demak, hayotingizda bu ko'karish, unush. Endi ko'karish deganda umuman olganda baraka degani. Endi ikkinchisi ilon shaklimizda sizlarda afsuski dushmanlar bor, sehr jodular bor juda ko'pchiligingizda, afsuski. Shuning uchun yana men nimani ko'ryapman, ikkinchini tanlaganlarni ishga kiraman debasida kira olmayapsiz. O'zingiz xohlagan ishga bahona qilishib, hozirda qabul qilishmayapti. Keyin o'zingiz nima desam bo'ladi? Oyligi yoqmayapti-da. Ish chiqyapti, lekin oyligi yoqmayapti sizga. Keyin uy qilaman deganlar ham, xullas juda ko'p tashvishda yurganlarni ham ko'ryapman. Pul tarafdan ham sizda ham juda ko'pchilik nolga tushib qolgan. Lekin men bitta narsani aytaman, mana sizlarda ham Xudo xolasa o'tmishdan chiqib ketsangiz, hamda siz shu dushmanlardan qutulsangiz, sehr jodudan, baribir sizga mana baraka kelyapti. Mana balon kartasi juda ham yaxshi. Baraka kelyapti. Va sizda ham Xudo xolasa hayotingizda quyosh porlayapti mana. Demak, sizlarda ham Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat shu dushmanlardan qutulishingiz kerak, siz sehr jodudan qutulishingiz kerak. Shuning uchun keyin birinchi o'rinda shu Xudo xayringizni bersin, o'tmishdan qutulishingiz kerak. Xudo xolasa mana boya aytganimdek, baliq ya'ni baraka, quyosh bu quyoshli kunlar, baxtli kunlar. Demak, azizlarim, bugungi ochiqimlarimiz shulardan iborat. 2 kundan keyin Qurbon hayiti yurtimizda. Men hammalarni hayit bilan tabriklayman. Ilohim har bir kuninglar bayramdek, hayitdek o'tsin. Dasturxoningizga to'kinchilik, oilalarga tinchlik, totuvlik tilayman. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizgacha xayr, hammangiz sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.